varraklarimiz hecham adashib ketmaydi. Mening varragimga chiroyli naqshinkor gul bosilgan. Hozir maytidingiz ko'rsataman. Bilgan edim. Keldingmi? Keldim. Qaragi varragimni zo'rmi? Aytgandim-ku, chiqdar o'rtog'imga aytaman. Shatta gul bosib beradi deb ishonmaganding. Mana ko'rding? Endi varraklarimiz adashib ketmaydigan bo'ldi edi. To'xta. Sen bilgandim deb nimani aytding? Nihoyat gaping tugadi. Mening varragimga naqsh bostirmasligingni bilgandim deb aytdim. Voy, senga ham kerakmidi? Juda gul bo'lmasa ham katta qilib ayru belgisini bostirib bersa zo'r bo'lardi. Mayli, men zamonaviy chitkarlardan foydalanaman. Zamonaviy? Ular kim? Kim emas, nima? Ya'ni istagan tasvirni qog'ozgami, matogami, idishgami bir zumda bosib beruvchi printerlarni nazarda tutdim. Ularmi tushundim. Kim? O'sha aytgan joyingga yetib borgunimizcha, bizning kichik tomoshabinlarimizga chitkarlar haqida gapirib beramiz. Kelishdik. Chitgarlik, ya'ni matoga gul solish juda qadim zamonlarda vujudga kelgan. Ustalar yog'och qoliplarga turli naqshlarni o'yib tushirib, ular yordamida paxta yoki ipakdan tayyorlangan matolarga gul bostirishgan. Xuddi muhr bilan qog'ozga belgi qo'ygandek. Bu san'at turi O'rta Osiyoga Buyuk Ipak yo'li orqali kirib kelgan. Bilasizmi buni? Qadimda O'rta Osiyo chitgarlari bezagan dasturxonlar, choyshablar, kiyim-kechaklar Rossiya davlatlariga eksport qilingan ekan. Sababi-chi, tayyorlagan mato pishiqligi, tabiiyligi, ranglarining o'chib ketmasligi va shaklining betakrorligi bilan ajralib turar ekan. Matoni tayyor holga keltirguncha chitgarlarning ustaxonasidagi mis qozonlar, xovoncha, tarozi, sopol xumlar, suv haroratini o'lchovchi asboblar, tayoqchalar va qoliplar tinmaydi. Oshpazlar qozonda ovqat tayyorlashsa, chitgarlar matoni pishirishadi. Mato chiroyli pishishi uchun ochiq tosh kuni, maydalangan mosh, paxta yog'i, un va yana qancha narsalar solinishi kerak. Xo'sh, paxta yog'i, un deb adashyapti shekilli deb o'ylamang. Chindan ham tabiiy rang tayyorlashda mana shu narsalardan foydalaniladi. Temir qirindisini ham ishlatishadi. Ayniqsa, qora rang chiqarishda mana shu qirindi juda ham kerak. Uni qayerdan olishadi? Deyapsizmi? Temir qirindisini pichoqni o'tkir qilib charxlaydigan amakilardan olishadi. Shunday qilib, temir qirindisidan qora, yong'oq po'stidan sariq va jigarrang, anor po'stlog'idan qizg'ish ranglar tayyorlanadi. Eng muhimi gul bosish. Buni siz ham sinab ko'rishingiz mumkin. Hozir ko'rinishidan muhr, pechatni eslatuvchi o'yinchoqlar juda ham ko'p. Ulardan birini tanlab, oppoq dasturmolingizni pinchitiga bostirib oling. Bostirishdan oldin siyohga tekizib olishni unutmang. Xuddi menga o'xshab. Mana. Voy, yana nima qilding? Sening varragingga imzoimni qo'ydim. Zo'rmi? Juda zo'r. Faqat nega manfiyning varragida musbat belgisi turganini tushunolmay turibman-da. Chunki u mening belgim shunga. Endi men u haqda jar solaman, reklama qilaman. Haydab qoling, oqqoling, tayyor belgilar bor. Bo'ldi, qulog'imni teshvaray deding-ye. Qanaqa jarchi? Qanaqa reklama-ye? Bularning hammasi haqida ertaga gaplashamiz, ketdik. Bo'pti.